Senin nakşan bizni ruhlandırattı. Sen pa meni mazak qilmaydimu? Men rastavatime. Senin ovozing shundoq yaqinliq tursa, ko'pchilikning olg'a ilgirilishiga ilhom berdi. Sen ba to'g'ri dedi. Naqsh etqina. Ma'qul, qaysi naqshni o'ylaysizlar? O'rmon naqshisini. O'ylashni rosa xohlasanglar aytib beray. Men tarbiya ko'rgan naqshini qonim yurtlig'i jetmayman. Xato aytib qo'ysa qo'rqadi-da. Biz degan hozir yurtimizda emas, Afrikada. Biz esa jangchilarimiz ruhlidir-da. Bo'ldi qildi Hammaning gapimga quloq solish. Simba bilan uning qo'shig'ini jilg'i kiray deb qoldi. Hamma gap o'zimizda qoldi. Sizlar toshlarni terib kelib, ularning kallasiga yetib mejiysizlar. Ular toshlarning ostida qoldigan bo'ldi. Shundaqmi olaylar? Talangda tat bu gapni men desam bo'ladi. Ular toshning ostida qoladigan bo'ldi. Shundaq. U men taraf tavatida podsho turibdi. Buyurg'imni ijro qilinglar. Ular qishib ketmasin. Serko yaşsın! O degan eng ulug' general! Bu qatimki urushdan nurg'un qon to'kilishi mumkin. Sizlar qattiq qo'l bo'linglar. Yaşsın Serkan! Ali
Ama diyemem istedim kılmayı. Külmanglar buldu kılınla. Esinlardı bu olsun, ben Simba bilen onun koşundakilerin tersini teratür soyayım. Allah'ım. Ben ya külmüşüm, benim de birini koyula. Boldi ağır niveme, buyurğumda anlaş. Koşundakilerin bir mi Türk kamusu? Ha, bunu da ailelere, sını digeleri ama doğruluk buludu. Bırak ben hazır ceset bir aşkırdı yapıp kaldım. Emdi düşenden la mı? İşte aileleri, ulanın hemisi yer bilen yakşan kılımız. Kimdi? Simbani. Aa, doğru. Bundan biz kən yaylaqның hocisi bolimiz. Benim sadık kiliydim sen degen yaxşı mala. Aileleri, sile digen benim hocayınım. Ben ömrümde silige atadım çünkü ben seni yaş görmem. Kasım kıpırray. Geplerini anlap, hayacanlanıp getdim. Ben mi seni intayın yaxşı görmem? Biz etrafını razet kıp bulduk. Biranesi bayqadinglarmi? Biz yuqori yaqinda turib daryo suvlari yig'ilib shoqatma hosil qilganligini ko'rdik. Chaqratma shakllanibdimi? Bekjonka. Menimce biz elik şanqıratmadan daçıp ötüdüğün bir yolunu tepişimiz gerek. Sizlar Serkonning harakatlarini bayqadinglarmi? Mening Serkon oncha aqlli emasdi. Oningga sal qarmayli. Serkon degan ufchiga chiqqan hiligar aramzada. O cho'qin bizga hujum qilish to'g'riliq plan tuzyapti. Ama siz yana bir razet kıp kilayli. Sizlar damilib olinglar. Hammanglar kelinglar. Damab turinglar. Men yana obdan o'yinib boqay. Hay. Yaxşımısınız? Sizlarni uyg'otyaptimi nima? Biz... Sen demiş koklumaysa, ha? Qusug'inglar ochdimi? Tomoq yegansizlar? Ya, qo'sqimiz ashmi desa pek ruhsiz ko'rinsan ku, ha? Sizlardan o'tindigan bir ish bo'ldi. Bo'ladi. Havdigina, sening nima ishing bor ekan? Sizlar ishonchlikmi? Hozir sizlar menga va'da beringlar. Bo'ladi. Va'danglarda turmasanglar qanday qilamiz? Va'dasiga xilaf qilsa, shuning birini o'xshatib uni hargiz ishlamaymiz. Uni bilan do'st bo'lmaymiz degi. Meningcha uni ko'pchilik ashkarlasak bo'ladi, ashkarlasak. Men endi sizlarga ishonmayman. Sizlar mening do'stlarim emas. Sizlarni mush bilan qattiq urib, sizlarni oshkorlayman. Mana bu mening hozir qiladigan ishim. Nima? Sen nima qilasiz buni qilsa? Shu emas bo'lsa nim bo'ldi o'cherchi. Agar sizlar gunohsiz qiyofat qilib olgan bo'lsanglar, amsi xayri xo'sh qoyillar. Cherchi, ketmagin cherchi. Kallam qaymiqib qoldimi nima? Yo'qsa, unda emas, kallam saq. İdealda tayyorlik bo'lsin, u bizni birdan tilla olsin, ha? Yo'q, u saran o'tdi. Sizlarning salobatli qiyofat qilib olganinglardan bek bezor bo'ldim. Meni mazoq qilmanglar. Nima ish vatdi cherchetigina, nima ishdi? Serkon hujum qilishdan avval sizlar to'q qopi yeysizlar. Endi men olay desam, uni yo'q qilib atdinglar-ku. Shu ish bitdi. O nima ma'lum, men tushunmadim, ha? Men shu ajab tushunmadim, ha? To'q qopini menga chapsan qo'ydirib beringlar. Ketirgin, bu ishni men unutib qopdim, mana shunday menmi unutib qopdim, cherchi. Biroq men o'sha kishini mabtun qiladigan to'q qopini hargiz esimdan chiqarmayman. Endi menga to'q qopi beramsizlar. Albatta, hozirlik beramiz, qara. Endi o do'st bo'laveramiz, ha, cherchi? Shu. Albatta do'st bo'lamiz. Sizlardan samimiy kechirim so'rayman. Suyimli to'q qopi men seni yavitadigan bo'ldim. Ligina cherchi, ye. Cherchi bek oshkazgan, ha? Tayyor oldinglarmi?
Kang yayloqqa qarab olg'a. Shapsa menga bile. Meni saqlab turinglar. Ne düzüdüler? Hemimiz sizlerle izlep kettik. Ehtiyot qilmagan bo'lsak, uni tashlab qo'ygan. To'g'ri ishga uncha jiq vaqt ketmaydi. U yetishib oladi. Qadam ritmiga moslashtirib, hamma naqsh etinglar. Vive la lune, vive la pluie, vive la brune, vive la libre, unis ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort, elle est belle la vie, comme la jungle est jolie, elle est notre race, c'est une autre maman, on est notre papa, c'est là et Bimo, tous nos amis sont là, nous avons un docteur, un canari chanteur, Uni yaptı un crocodile nageur, à la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent Pek güzelken. Bu jilg'ini yaxshi ko'mayman. Bu yabak tinishga. Amal bor, bu yerdan tez o'tib kelsak bo'ladi. Bundaq jilg'ida pistirma qursa, eng o'ngishli bo'ladi. Biz burkutni atrofni kuzatib kelishga ivazsak bo'g'idek. Meningcha, biz bu yerdan tez suratda chiqib ketaylik. Qanday dedi? Uruq! Ko'zingni och, uyqunash! Uyqunash, uruq! Qulog'ini qo'ysang, qarasadik hozir surat bilan nur chiqib qolmag'andi. Chatoq bo'ldi, xatarga yo'liqadigan bo'ldik. Chatoq bo'ldi. Xatarlayli, tez bo'lsin, surat oldiga xabar batoldi, anta qilamiz. Simba! 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 Simba, hozir suratda oldiladi, xatar bor, davotida xatar bor. Degina, qanday xatar ekan u? Tosh o'mamda osmondan nurg'un tashlab ishimizga tushib ketak. Tosh? Ular bizga tosh atamdi-ku. Paqas bo'linglar. Biz bu yerga ko'milib ketadigan bo'ldik. Ularni to'saylik, tez. Cho'ng oyoq yulduzlar turkumining kuchi. Nima ish bu? Cho'ng oyoq yulduzlar turkumining kuchi. Bu bir qiltaqkan. Simba! Biz qo'rshovda qoldik. Yo'q. Siz hozirlab pillarimizga xabar qiling. Ular Serkoning suv kalonlariga hujum qilishga tayyor tursin. Tez. Bo'ldi. Pir, suv kalonlari bizga yetilib kelyapti. Simba sizni qo'l ostingizga berib ularni to'ssin deydi. Tushundim. Yuringlar, olg'a. Sizlarga utuq tilayman. Simba, to'yga qushlar bizni qo'rshab kelyapti.
To'yga qush. Ular bizni tirik tutmoqchi ekan. Ularning bizni xohlagancha bo'zaq qilmizligini yo'q-ku. Sen bak, sen qanday qilay deysan? Men ularga etilib barak, sen ko'pchilikni elibmi? Sen har qatim hujumda eng oldida etilib bo'lmaydi demasliging kerak. To'yga qushlarga qoplanlar taqobil tursin. Dushmanlarning hujum boshladi, bu qatim kargiralar sabni oldi ekan. Qara. So'kalisi bilan kargidanlarning orasida tashlagan g'irdak tushyotadi. Yana daryo va ko'klik kuchini bercha jang qilyotadi. Mana bu pistirma deydi-da. Ularning bu yerga qochib ketishiga hech qanday imkon yo'q. Biz bexastalar qilmasak. Nima deyapsan? Musha daryodan to'g'risiga kesib o'tishimiz kerak. Mana bu bizning birdan-bir chiqish yo'limiz. O'ylab baqdingmi sen ba? Suvbek ishtiki qilyotdi. Ey Simba! Timsoq? Meni tanidingmi? Burun sizlarni ko'ldan to'g'risiga kesib o'tkazib qo'ygandim-ku. To'g'ri, yodimda. Mening aniq esimda bor. Simba degan yaxshi podshoh. Sana yordam qilib adolat uchun kurash qilish mening shon sharafim. Rakitsiz laylab turinglar. Chiqinglar. Yuraylik bo'linglar, o'tinglar. Vaqtni sarf qilmanglar, Simba. Kargida qo'lab kelyotdi. Olg'a. Hemen olmanglar. Berganim tezitayli. Chapsa bo'linglar. Tezitayli. Chapsan bo'linglar, tez. Lekin o'z onlarni dalda qilishga diqqat qilinglar. Kelmaydi. Sizlar ishqonlar nimani saqlayapsizlar? Ishqonlar tez minglar. Bo'linglar. Cherchi ağımızı kaptı bu nimdiga to'qishlar. Kayrimizda to'qqa yeb qolgan. Bu hamoqat hozirlik emisa qo'shinimizdan tushib qoladi. Sen ko'pchilikni daryodan o'tishiga mas'ul bo'l. O'riqlasimizni elib olishni unutib qolma. Cherchi bir falokatga yo'liqmiz. Sizlar sen baga vaqtida deysanglar bo'pti ekan. Chaqmaq, sen meni qutqizib olding. Asli men uncha vala oshkozlik qilmasam bo'pti ekan. Bu qatim ularni tutdimiz. Voyjon! Topqishni evatgin, chaqqan bu. Ma'qul. Asta. Nada do. Böyle. Simba tez qachayli. Bek yaxshi oldu chaqmaq. Sen bek batur kelsa. Sizlar mu tezin daryoda o'tinglar, tez. Chopsan chaqmaq, buyruqni ijro qilaylik. Qabih topqushlar. Qo'shinimiz hujum qildi. Birkitlar, qaytirib hujumga o'tib topqushlar haydavasiz, tez. Havo armiyasi jangga tayyorlansin.
Osman meni oshxonasini ciddichilikda ta'tir o'rnib ketgan tasli qoldi. Soğuk çıkıyorlar. Yaxshi. Simba, biz buyrug'ingni kutyapmiz. Dushmanlarni qandoq bir taraf qilamiz? Zo'ravonlik qilmaylik, qirg'inchilik qilish bizning maqsadimiz emas. Ularga hayot yo'li beraylik. Shunda qilsak, ularga nimaning adolat ekanligini bildiralaymiz. Ular biz tarafga o'tib ketamdi texi. Sening qaroringga qo'shilaman. Timsohlarga rahmat aytaylik. Ular bizga cho'ng yordam qildi. Timsahlarga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Yasun Simba! Yo'qsun Simba. Ey, sen nima timsohlar bilan xo'shlashmaysan? Ular seni o'lim giralida tatib oldi. Onlarda xijilman. Ko'pchilikning meni kechirishini umid qilaman. Bu mening xatoligim, sen to'qqopini bamsan bo'pti-ki. Bu mening xatoligim, seni tashlab qo'ymasligim kerak. Hamma xatolik menda. Simba xatarga pisand qilmay meni qutqizdi. Men atrofning bir a'zosi bo'lishga munosib emas. Sen savoqni qabul qilgansan, endi undaq ishni qilmaysan. Biz mujdoq gaplarni anglashqanmiroq. Simba o'zining aql parasitiga tayinib, do'stlariga bosh bo'lib, Serkoning pistirmasini bo'sib o'tdi. Shuning bilan bir vaqtda u keng qo'saqlik qilib, ularni kechirim qildi. Qadrli kichik do'stlar, endi keyingi qismni ko'ringlar.